Xabaringiz bor, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi aviaparki yangi Boeing 787 Dreamliner bilan boyitildi. Mazkur layner joriy yilning 5-sentyabridan boshlab respublikamiz bo'ylab o'z qatnovlarini yo'lga qo'ydi. Bu haqda muxbirimiz hikoya qiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining ilk Boeing 787 Dreamliner samolyotida respublikamiz bo'ylab muntazam qatnovlarni yo'lga qo'yilishi yurtdoshlarimiz uchun qator qulayliklarni taqdim etadi. Parvozlar chog'ida yo'lovchilar orzu laynerning yangi qulayliklarini munosib baholay olishlari mumkin. Ushbu samolyotning 50% kompozit materiallardan, 20% esa alyumindan tarkib topgan. Havo kemasining tashqi shovqin tovushi avvalgi modellarga nisbatan 2 barobarga pasaytirilgan. Uning yoqilg'i sarfi Boeing 767 samolyotiga qaraganda 10% kam. Bu samolyotda biz uchuvchilar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan, eng yuqori texnologik yangiliklar kiritilgan, yangi tizimlar o'rnatilgan, juda ham qulay. Yana shuni alohida ta'kidlash joizki, uchish masofasining uzaytirilganligi Boeing 787 Dreamlinerni uzoq va o'ta olis xalqaro yo'nalishlarda ekspluatatsiya qilinishda hamda dunyoning eng chekka nuqtalariga uzluksiz parvozlarni amalga oshirishda ayni muddaodir. Eslatib o'tamiz, mazkur layner joriy yilning 5-sentyabrida Toshkent-Urganch, Urganch-Buxoro, Buxoro-Toshkent yo'nalishlari bo'ylab ilk aviaqatnovlarni yo'lga qo'ydi.